Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Ekstra. Bugungi videomiz YouTube kanal ochish haqida bo'ladi. Ha aytgancha jigarlar 2 ga bo'lishimizga oz qoldi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz Google account ochib olishimiz kerak. Agar sizda ochilgan bo'lsa, ochib o'tirishingiz shart emas. Men hozir bitta yangi account ochib olmoqchiman video uchun. Xo'p jigarlar, mana akkaunt ham ochib oldim. Endi sizlarga batafsil o'rgatib o'taman. Qaranglar, bu yerda videolarni boshqarishda ham hech qanaqa videolar qo'yilmagan. Statistika ham 0 ko'rsatadi. Bu avani o'zim qo'yib qo'ydim. Uni qo'yishni ham o'rgatib o'taman. Faqat videoni o'tkazib olmasdan diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p, mana nastroykaga ham kirib oldik. Bu identifikator degani, ya'ni Telegramdagidaqa username. Sizlarni YouTube kanalingizning ham o'zini username bo'ladi va bu narsa boshqa YouTube kanallariki bilan bir xil bo'la olmaydi. Menimcha bu narsani sizlar ham to'g'ri tushunsangiz kerak. Xo'p, mana Extra PUBG Mobile yoniga 5 qo'ydim, uje saqlash tugmasi chiqyapti. Ya'ni bu username bo'sh degani. Xo'p, biz endi uni saqlab qo'yamiz. Keyingi narsaga o'tamiz. Keyingi narsamiz esa bu tavsif. Tavsifni hozir o'zim YouTube kanalimga o'tib, batafsil tushuntirib ko'rsatib beraman. Ungacha sizlar videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p, mana YouTube kanalimga ham o'tdim va tavsif degan joyga ham kirdim. Tepada yozib qo'yilgan narsa mana shu sizlarning tavsifinglar bo'ladi. Endi ortga qaytamiz. Ortga qaytgandan so'ng tavsif kiritamiz. Xuddi o'sha joyga kirasizlar, tayoqchani bosasizlar va bosganingizdan keyin tavsif qo'shish joyiga bosib, bemalol xohlagan gapinglarni kiritasizlar. Bu sizlarning kanallarga tashrif buyurgan odamlarni kanalda ushlab qolish uchun yoziladigan gap bo'ladi. Video cho'zilib ketmasligi uchun qisqa gap yozib qo'ydim. Endi nomga o'tamiz. Bu sizlarni YouTube'da faoliyat yuritadigan nominglar bo'ladi. Masalan, men o'zim Extra nick bilan faoliyat yuritaman. Shuning uchun ham Extra qo'yganman o'zimni birinchi boyaga ko'rsatgan akkauntimga. Bunisini hozir ismim bilan highlight, ya'ni yaxshi momentlar degan ma'noda yozib qo'ydim. Endi avatarkaga o'tamiz. Avatarkani o'zingizlar logotipinglarni yasattirib avatarkaga qo'yib qo'yasizlar. Avatarka va bannerlarni yasab beradigan Telegramda borlar bo'ladi. YouTube uchun o'shalardan yasattirib olsanglar, chiroyli va sifatli qilib berishadi. Hozirda ular qanchaga ishlashayotganidan xabarim yo'q. Men o'zimni avatarkamni bir necha yil bo'ldi yasattirib olganimga. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli va sifatli bo'lgan. Bundan ham zo'rlar chiqib ketgan hozir. Shuning uchun ham bunaqa narsadan qo'yib olishinglarni maslahat beraman. Chunki bu narsa juda muhim YouTube kanali uchun. Barchaga salom. Bundan tashqari mana bu yerda mualliflik huquqi degan narsa bor. Agarda bu narsalar bilan muammolarga duch kelmaslikni xohlasanglar, mana shu videoga 200 ta like bersanglar, albatta men bu narsa haqida ham video chiqarib batafsil o'rgatib o'taman. Ya'ni YouTube'ga video joylash, shorts, katta videolar va mana shunaqa cheklangan degan narsalar qo'yib qoladi video joylaganingizda. Shunaqa muammolarga duch kelmaslik uchun nimalar qilishni o'rgatib o'tib ketaman. Sizlar bilan Ekstra bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.